Sağ bolumlarchilar, bugun men Minecraftda 7 ta afsonani sinab ko'raman. Agar sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsalaring, bundan qiziq videolar chiqib keladi. 7 ta afsonani hammasi o'xshashini yoki o'xshamasligini bilib olishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Siz meni sizga ajr etadigan vaqtimni va siz uchun tayyorlaydigan kontentlarimni agar hurmat qilsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Unda men birinchi afsonaga o'tdim. Birinchi afsona. Agar qo'yga dip nom beradigan bo'lsangiz, uning junlari rang-barang bo'lib qoladi. Hozir buni tekshirib ko'ramiz va danki buni birinchi marta ko'rishim lekin bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Mana buni qaranglar. Dip berdim nom. Dip berganimda shunaqa olib qoldi. Sizlar ham buni bemalol kompyuter yoki telefonlaringni qilib ko'rishlaring mumkin. Men hozir buni aniq qilib ko'rdim va bu o'xshadi. Unda biz hozir sizlar bilan ikkinchi afsonaga o'tamiz. Ikkinchi afsona. Agar Vindicatorga Johnny deb ism beradigan bo'lsangiz, u ko'ziga tashlangan hamma mobga hujum qilishni boshlaydi. Tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek qo'limda hamma narsalar bor va men hozir uni tekshirishga ketyapman. Men hozir qo'yga yo'l ochaman. Village'ga yo'l ochaman. Voy, qarayapsizki, villagerni o'ldirdi. Qo'yni o'ldirmadi. Hozir unga qayerga ketyapsan, bu yoqqa kel. Agar unga Johnny deb ism beradigan bo'lsak, qo'yni ham o'ldiradi. Chunki uning ismi Johnny. Agar biz hozir uni oldiga boshqa mob qo'yadigan bo'lsak ham, masalan, qanaqa mob qo'yamiz? Mayli, pillager qo'yamiz. Yo, pillager o'ldirmaykan, u o'zini do'sti. Hozir boshqa mob qo'yishimiz kerak. Boshqa. Masalan, sigir qo'ysak, mana. Sigir qo'ysak, mana o'ldiryapti, mana. Ko'rib turganlaringdek, Johnny hammani o'ldiryapti, mana. Johnny hammani o'ldiryapti. Sizlar ham buni telefoningizda yoki kompyuteringizda sinab ko'rishingiz mumkin. Unda men 3-afsonaga o'tdim. Bo'la, ko'rib turganingizdek hammasi tayyor. Va 3-afsona, biz agar hozir qo'yni ko'kka bo'yasak, u buni yashilga bo'yab qo'yish kerak va qani? Go. Vo deydimi? Sizlar? Hozir bu. Yo, gapiryapti. Qaranglar, eshitdinglar? Gapiryapti, hozir gapiradi. Yo, bola. Bola, tasavvurlasizlarmi? Men Evokerda gapirtira oldim. Yo, sizlar ham buni telefonlaringizda yoki kompyuterlaringizda sinab ko'rishni tavsiya bergan bo'lardim. Bola, ko'rib turganlaringdek bu afsona ham o'xshadi va men endi 4-afsonaga o'tdim. Bola, ko'rib turganingizdek hammasi tayyor va bizda shartlar juda oddiy. Mushuk qanday banatikdan sakrasa ham o'lmaydi. Nima? O'lmadimi? Hozir bu Johnny ham ketmadimi? Men yana bir tekshirib ko'raman buni. O'zim tushib ketdim. Mayli, hozir tekshiramiz. Mushukcha qara. Mashni. Endi va tashladim o'zimni. Yo, o'lnarsikan, bola, o'lmas ekan bu mushuklar. Yo! Mushukning avra. Bola, ko'rib turganingizdek bu ham o'xshadi. Endi necha afsona edi o'zi? 6-afsonaga o'tdik. Qandaga? 5-afsonaga o'tibmiz. Ko'rib turganingizdek hammasi tayyor va endi hozir ko'ramiz. Yangi nima tulki tatimni ishlatib olar ekan. Hozir ko'ramiz. Mana bu yerdan agar tulkini yiqitib yuborsangiz, tulki o'ladi. Agar tulki qo'yib tulkiga tatimni ishlatib ketaveradigan bo'lsak, mana. Tulki tatimni ishlatdi mana. Qanday tulki tatimni ishlatishi mumkin bolalar, tasavvur qilasizlarmi? Tulki tatimni ishlatdi. Tasavvur qilolmayman. Tak bolalar, unda 6-afsonaga o'tdik. Mana bolalar, 6-afsonaga ham yetib keldik. 6-afsona juda oddiy, shunchaki spam bo'lgan joyingizdan to'g'ri pastga qavlasangiz lava chiqadi degan
afsona ekan, hozir biz buni ham tekshirib ko'ramiz. Qanday ko'pana mana shu blokda va tasdiqlaymiz. Va lava chiqami ekan? Shuncha qilib qo'yibsiz. Yo, lava chiqmadi bolalar. Demak, bu afsonamiz o'xshamadimi? Shuncha afsona o'xshab, bu o'xshamadimi? Tushunarli. Men Minecraftning oxirgi joyigacha kavlab keldim, lekin birorta lava chiqmadi. Hozir tepaga chiqib olaylik. Demak, bironta lava chiqmadi. Demak, bu afsona ishlamaydi va unda keyingi afsonaga o'tdim. Bolalar, 7-chi, ya'ni eng oxirgi afsona. Agar ana zombi ichga tiqilib qolsa qaytib chiqa olmaydi. Hozir tekshirib ko'ramiz ana. Bu boshqa tarafga ketib qoldi. Tak hozir. Va bitta zombi va hech qaysi qishloq uyga kirmayaptilar. Ne qilamiz endi? Bunday qilamiz-da yana. Dalaga chiqma. Oh my gosh. Yo, boshqacha bo'lib ketdi hozir. Birozgina nosozliklar bo'lyapti. Hozir to'g'rilab bo'lgandan keyin kamerani yana